O'rtoqlar to'shiga 1 grammni urishyapti. Mana 0,5 gramm adashib ketdim. 0,5 milligram o'rtoqlar 1 grammni yarmi. Mana o'rtachalari, kattaroqlari bular. To'xtab turmaydi. Shu 7 gramm 3 tasi. 1 kilodan hisoblayveramiz. O'rtachalari mana shunaqa. O'rtoqlar 3 ta kattalari. İçinde kattalar mı oldu? 3 kilo 370 gram. Yani 1 kilo 100'dan aşağı ekan. 1 kilo 110 Shunaqa. 1 kilo 110, 1 kilo 120. Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. Va'da berganimizdek vaksina paytida jo'jalarimizni videosini chiqaramiz. Kilolarni ko'rsatamiz. Narxlarni aytib o'tamiz, telefon raqamdan qoldiramiz degan kunimiz keldi o'rtoqlar. Mana hozir birinchi partiyamiz, oldingi partiyamiz tuxumlari shu soatda keyingi partiyasini sotuvi boshlanyapti. Bu partiyamiz 7 oydan o'tgan, oldingi videoda ham aytdim. 4-iyunida, ya'ni 4-fevralda 8 oylik bo'ladi bular. 95%dan oshiqroq tuxum beryapti hozirgi kunda. Mana hozir obetdagi holati hali kechgacha yana tug'ishadi. Mana katada 4 ta tovuq, 4 ta tuxum turibdi. Mana bu yerda 4 ta 3 ta tug'ibdi bu. Bitta kam hozircha. Mana bu 4 ta tuqqan, mana shu qatori ketaveradi. Hammasi tuxumlari yaxshi. Tuxumlarning og'irligi 1 kilo 800 chiqyapti, deyapti, kiletkalar. Mana shu yerga 3 kun, 4 kunligini yig'ishadi. 4 kun bo'lganda kilo olib ketishadi. Xaridorlarimiz. 6800 joyimiz, oldin videolarda aytib o'tgan joyim, hamma ko'rgan, ko'rmaganlarga yangilik bo'ladi. O'sha tovuqxonani ichidan videolar davom ettiryapmiz. Ko'p fermerlar 99% fermerlar ichkariga qo'ymaydi, sababi kasallik kirib kelishi mumkin, har xil holatlar bo'ladi. Bu endi o'zimizning joyimiz uchun kirib xalqqa ko'rsatishda davom etyapmiz. Tuxumlari mana shu kechagi oxirgi videomizda savol kelib qoldi. Axlatini qanday oladi buni deb. Hozir o'shani tushuntirib o'taman o'rtoqlar. Axlatini qanday oladi degan savolga mana tepadagi axlati mana bu paddon ustiga tushadi, mana axlatlari. Buniki pastga tushadi, eng tagidagi yerga tushadi o'rtoqlar. Mana shu yerda o'zining moslamasi bor, ishchilar mana shuni nariga suriladi, axlati mana shu yerdan o'rtada tushadi hammasini. Buniki ham suriladi, tagidan keyin hammasinikini bitta qilib bir tomonga tortib olib chiqib ketishadi. Aravaga yuklab, hammasiniki shunday. Paddon ustiga nariga surishadi, araliqqa tushadi, tagidan tortib olinadi. Qolgan savollarga esimda qolgani batalik tomini so'rashdi. Tomi mana bu tomon 3 metr, 3,5 metr atrofida balandligi, o'rta 5 metrga boradi. Mana shunaqangi holat. Hozir jo'jalarimizdan yana videoni davom ettiramiz. Sotilgan jo'jalarimizni birgalikda kuzatamiz. Mana o'rtoqlar, o'sha tovuqxonamiz, jo'jalarimiz holatlari. Bu yerda mana doktor qizlarimiz hozir vaksinasini qilishyapti. CCA vaksinasi, uni OSPA vaksinasi, CCA vaksinasi mana qanday urilyapti, mana e'tibor beramiz. O'rta to'shiga bitta ukol mana bu moslamada qo'shyapti. Mana bunda mana qanotini pardasi urib qo'ydi. Endi hozir aniqroq qilib ko'rsataman hozir. CCA urishlari to'shiga 5 grammdan urilgan, 5 milligram qo'llar. OSPAni kim qilyapti bitta sizmi? Mana qanotiga, qanot e'tibor beramiz. Mana qanotiga bitta sanchib qo'yishadi, yana vaksinaga botirib olinadi o'sha narsani e'tibor beramiz. Mana shu holatda davom etyapti. Qo'llar. Mana shu hozir vaksinalarni ko'rsataman, qanaqangi vaksinaligini. O'rtoqlar to'shiga 1 grammni urishyapti. Mana 0,5 gramm adashib ketdim. 0,5 milligram o'rtoqlar 1 grammni yarmi.
Mana yana bittasini ko'rsataylik, hozir ospani urishlarni ko'rsatamiz mana. Mana qizim, qanotga ham shunday ochib urayotganingizni ko'rsatib qo'yaylik. Mana qanotning bitta yumshoq joyiga, har parda qismiga bitta sanchib qo'yilmadi xolos. O'rtoqlar, vaksinalarimiz mana ishlanib bo'linganlari mana qanday vaksinaligini hozir ko'ramiz birgalikda. Oldingi videolarimizda ko'p tushuntirib o'tgan o'rtoqlar, yana bir qator ko'rsatib o'taman qiziqqanlarga. Mana o'rtoqlar, Abibak firmaniki CCga 76 deyapti. Mana vaksina protiv infeksionniy bronxit, bu ya'ni bronxit kasalligiga, Newcastle ya'ni cho'mani, lasotda cho'mani kasalligiga qarshi bu tomonda boshqa guruh, yana ikkiga bo'linib olib qilishyapti. Bu tomonda boshqalar. Hozir mana bu vaksinalarni mana o'qib ko'rsataman sizlarga buni ham. Mana shular ham qilindi hozir, qilinyapti ham. Ya'ni mana oxirgi vaksina deganimiz CC'ni 3 tasi bitta deb ko'p aytamiz. O'sha lasotdaga, ya'ni cho'maga qarshi emlanyapti o'sha vaksinaning ichida. Keyin bronxitga qarshi va tuxumdonlarni rivojlantirish uchun. Mana bu vaksinamiz endi yaxshi ko'rinmayapti. Mana chiqqan sanasi 25 avgust, 26-yil avgustgacha ekan. 1000 doza ekan mana. Mana ospa deyapti. E'tibor beramiz. Bu o'sha chechak yaralarga qarshi tovuq umri davomida shu bir marta qilinadi shu vaksinani. O'sha chechak yara chiqmasligini oldini olish maqsadida. Mana bu nimalarimiz ham bir marta qilinadi bu sessiya. Tuxumdonlarni aksariyat rivojlantirish uchun bronxitga va lasotdaga. Bu keyin tovuqlarda olib borilgandan keyin shunga e'tibor beramiz. Har oyda bir lasotda bronxit qilib turilsa foydadan xoli emas. Boshqa vaksina qilinmaydi o'rtoqlar. Lasotda o'sha cho'maga qarshi suv orqali va sprey uslubida berilaveradi ob'yomdaligiga. Katta fabrikalar 15 kunda bir lasotda qiladi, 15 kun o'tgandan keyin bronxit qilinadi. Yana 15 kundan keyin lasotda, yana 15 kundan keyin bronxit. Ya'ni oyda bir ikkovi to'g'ri kelaveradi. Endi ikkisi birdasi bor, lasotda bronxit, ikkovini birdaniga qilsa ham bo'ladigan vaksinasi bor. Bu mashinamiz nima qilib turibdi bu yerda deyilsa, hozirgi ko'rsatgan tuxumdagi tovuqlarimizdan ortiqchasini o'sha oldingi partiyamizga bergan edik. Bular olib ketib boqishyapti. 120 ta tovuqimiz bor deyapti. 110 ta tuxum olyapmiz deyapti. Hozir qancha tug'yapti tovuqlaring? Nechta tovuq tug'yapti? 120 ta. 120 ta tovuq nechta tuxum beryapti hozir? 115 ta, 110 ta. 110 ta, 110. Ya'ni 95% tuxumda hisoblayveramiz. O'rtoqlar, mana o'sha bizdan olib ketganlar ham o'shaning uchun yana qaytib kelishyapti. Yana shu cho'jalardan olib ketaylik degan maqsadda. O'rtoqlar, mana bu oldingi videoda ham aytib o'tdim. 5000 tasiga biz pulini olib qo'yganmiz mana shu jo'jalarimizni. Mana shu qator, bu qator hisoblasak ham, masalan, 4 ta qatorda 2000 tadan bo'lsa ham 8000 ta tovuqimiz bor, o'rtoqlar. 5000 tasi zakaz. Mana u tomonda vaksina qilishyapti, bu yerda qizlarimiz ham vaksina qilishyapti. 2500 tasi o'rtaq hisobda sotuvda qolyapti. O'rtoqlar, jo'jalarimizni zoti Lomin Sendi, Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga yaqin joyda, Buvayda tumanida, aniqrog'i Pop bilan Qo'qonning o'rtasida joylashgan tovuq fermamiz. 5000 talik tovuqimizni olib chiqib ketishlari kerak edi Sirdaryoga 20-chesloda. O'shani hisobini olib 21-22-dan sotuv boshlanadi deb e'lon bergan edik. Tovuqxonamiz bitmay qolganini hisobiga 23-24-ga olib chiqib ketgan bo'lishdi. Qolganini 24-25-chesloda sotuvi boshlanadi o'rtoqlar. Tovuqlarimizni narx-navosiga kelsak, 60 mingdan baraka bo'lgan.
aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqam qoldirdik. O'rtoqlar, mana hozir vaksina qilingan paytda chiqib ketganlari ham, mana kattalari ham yuribdi, mana kichkinalari ham o'ynashi, mana yerda maza qilib yuribdi bular. Bular tortib ko'rdik, hozir video davomida aytib ko'rsatib o'tdik. Eng maydalari 800 grammdan oshiqroq chiqyapti, yiriklari 1 kilo 100 dan oshiq chiqyapti. Mana shu holatda bular qachon tuxumga kiradi degan savol tug'iladi o'rtoqlar. O'rtoq hisobda shunga e'tibor beramiz. Fevralda oxirigacha tuxum nishona berishni boshlaydi. Bu nishona berdi degani hammasi tuxumga kirdi degani emas. O'rtoqlar shunga e'tibor beramiz. Nishona bergan, masalan, 1000 ta olgan bo'lsa, kimdir 1000 tani boshlanish fevralda oxirida tuxumga kirsa, hozir yanvarda oxiriga qarab ketayotgan bo'lsa, misol uchun 1 oydan keyin nishona bersa, 1 oy, 1,5 oygacha vaqt ketadi qolgan hammasi tuxumga kirishiga. Ag'a yana boqishga qarab, ratsionda boqish kerak o'rtoqlar. Xona harorati, tozalik juda muhim ahamiyatga ega. Mana shunaqa holatlarda mana jo'jalarimiz. Bular hammasini puli to'langan. Hozir o'sha iltimos qilishdi, shu vaksina bo'lganlardan mana shu mashinamiz qancha 160 tani joylab beringlar mana shu deyishyapti. Joylab beramiz xudo xolasa. Mana 170 taga yaqin. 3 takan 170 tani yuklab olishdi. Qoyil. Narxini ham ochib qo'ying ozgina. Keyingi partiyamizga olib kiraveringlar keyingi mashinani. Mana akamiz hozir bu mashinadan keyin mana buni olib ketishyapti 170 taga yaqin. Bundan keyin mana korobkalar bilan kelishyapti. Keyingi partiyani to'xtatyapmiz o'rtoqlar. Mana shu yerimiz o'sha 200 ta yaqin. Mana shu yarimi bitta qatorda yarimi bo'shadi. Nima qilamiz o'rtoqlar? Bir qatordan ketilyapti. Katta kichik aralash degan narsa tanlab olish yo'q, shunisi ham e'tibor berasizlar. Yaxshi boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoy, keyingi partiyamizga solishga tayyorgarlik. Endi bu mashina Cho'sdan keldi. Namangan viloyati. Oldingimiz O'zbekiston tumani edi va Andijondan kelyapti mana. To'xtatdik degan sarimiz kelishyapti. O'sha oldin videoda 15-dan keyin sotuv boshlanadi deb qo'yganimizga vaksinachilarimiz cho'zilib ketib qoldi. Vaksina o'shandan yetib kelolmay qoldi. O'shaning hisobiga cho'zilib qoldi. Eslab o'sha 15dan keyin degansizlar berasizlar deb kelishyapti mana arqa-marqa. Xudo xolasa mayli, rizq qilgan, nasib qilgan olib ketiladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'rtoqlar, lomin sendi xo'rozni so'raganlarga mana xo'rozlar veslari 2 kilo atrofida ekan. 2 kilo 200 ham chiqadi, 2,5 kilo chiqigani ham bor, balkim 1 kilo 800 chiqigani ham bo'lsa kerak. Soni 300 ta ekan o'rtoqlar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, srochni sotilar ekan joyda bo'shatish uchun. Narxi nech pulida Ilhomjon? Narxi 50 ming so'm ekan. O'rtoqlar 50 ming so'm donasi. Hali naqanga oshxonalar ham olishi mumkin, yo boqadiganlar kimga kerak bo'lsa mana. Telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Telefonimiz 9556 0033. Xuftongacha aloqadamiz. Keyingi videomizda yana lomin sendini sotilish jarayonlarini ko'rsatib boramiz, makonlarini. Xo'rozlarimiz nihoyatda yirik. Necha oylik bular? 4 oylik ekan, 120 kunlik ekan. Yosh jo'jalar ekan, o'rtoqlar. Mana bular makonlar sotilib tugagan, xo'rozlar qolgan. Salomat bo'linglar.